aslında ağır derecede kızıklık var. Şu kızıklık partlap teşkil çıkıdığına ki. Zemin şu ağır kuşne, şu yükünü teşkil kusup çıkırdı deydi. Sure Rahman'da bir ayet var o. Fekanet verdeten keddihan. Asman şu kıyamet günüste kızıl gulga ayını dedi. Kızıl gul. Onda kızıl gul ki, nime okşaydigan kızıl gul boyap koyulgan. Burun kızıl gulda ma ötekini boyaydigan bir iş var. Kızıl gulning suyini chiqarib boyap qo'ygandek, ashunda qizil ayilniki dedi. Nima uchun degan vaqtda ash yerning tagidagi ash yuk partlab osmonga partlagan ekan, yerning hamma yeridan volqon chiqarib chiqqan ekan, qizil o't lava bo'lib, dunyoning osmini qizil guldek, ash qizil chamdek ayla bo'lib ketdi. Unda bir guldirgalab, unda qiziqlik, unda bir vayronchilikda qanchalik qo'rqinchli buni o'zimiz tasavvur qilib baqsak bo'ladi. Masalan, hozirgi yurkimizda yerning tavrish emas, ikki yerdan ikki mashina gom qilib so'qishib, to'rt odamning o'lganini, qonlarning tashqi chachirib chiqqanini ko'rib baqayli, yurkimiz chidayolmadi, chidayolmadi. Shunchalik yurkimiz var. Kichik bir ikki mashinadan so'qashgan var. Ammo oxiratning oldida bo'ladigan qiyomat, u vaqtdagi yer sharining partilishi, u vaqtdagi yer tavrish shunday dahshatli og'ir bo'ladi. Shu kun kelganda. Bu yer sharininki moddiy bir narsalarni qusib chiqarishi. Uning bilan birga yer sharining ma'naviy yuklari chiqadi. Ma'naviy yuk nima? Yer sharining ma'naviy yuki insonlarning qilgan amallari. Bizning qilgan amallarimizni yer shari o'rtaga chiqaradi. Peygamber Aleyhisselam hadisida shunday deydi. Qiyomat bo'lgan vaqtda sizlarning qilgan ishlaringizga shu yer shari o'z guvohlik beradi deydi. Ma banda mening ustimda maishni qilgan, faloni banda mening ustimda maishni qilgan, faloni yerga uyg'unlik qilmagan yoki jihad qilmagan, yoki masjid qilmagan, yoki boshqa yomon ishlar qilmagan degandek hamma ishdan yer guvohlik beradi. Degandan keyin shu sahobalar bu hadisning oxirisida aniki namozni ko'p yerlarda nag basal namoz o'qilma deydi. Payg'ambar islom taqi chiqqandan bu joyga namoz o'qiydi. Nagi bir yangilik bir joyga bo'lsa, Payg'ambar islomga yangilik tuyulganlik ishlarning hammasida Payg'ambar islom namoz o'qiydi. Masjidga vaqtida namoz o'qiydi. Boshqa yangilik har qanday yerga borgan vaqtida namoz o'qiydi. Hem sahabalarga sizlar ko'p namoz o'qima deydi. Shuning uchun sahabalar namozning farzidan burun sunnatni boshqa yerda o'qiydi. Farzga to'lgan vaqtida imomning keyiniga berib o'qiydi. Imom salom berib bo'lgandan keyin sep tegishtirib, u yonga bu yonga bo'lib turib o'qishning sababi yer shari qiyomat kunida bizga shohidlik qiladi, guvochi bo'ladi. Guvochi bo'lsin, mabanda mening ustimda namoz o'qigan desa, ayam mening ustimda namoz o'qidi deb guvohlik bersin deb ayanda namoz o'qiydi. Bu yer sharininki guvohlik berishi uchun yer o'zining ichidagi butun ma'naviyatini tashqi chiqib xabar berdi. Va qalal insanu malaha. Bu chaqda yer shari shunday guvohlik berdi-ki, bizning qilgan etgan hamma ishimizni so'zlab o'tsa yer shari o kadar qattiq patlab, o kadar qattiq tavrab qilayotgan vaqtda inson bu chaqda buni yer shari nima bo'lib ketib qolgandi? Bu nima ishlar bo'lib ketib qoldi deb aqli ishlamay qoladi deydi. Shu partlayotgan vaqtda mush dunyodagi shu olimlar shu chaqda bor. Shu professorlar, shu doktorlar shu chaqda bor. Ammo u chaqda hozirgi ishlayotgan fizik qonuniyatlar ishlamagachga, kimya qonuniyatlari ishlamagachga, qarsa hamma narsa aqlning ustida, o'ylaganning ustida. Yerning partilishimi, tavrishidan tortib, yerning bizning ustimizdan guvohlik berishidan tortib, aqlimizga kelib boqmagan ishlarning hammasi yerdan oldimizga to'kilayotgachqa, inson hayron qolib, bu nima bo'lib ketib bordi? Bu yer tavrish deganda manda qonuniyat bilan bo'ldi deb o'ylagan to'q, bu qonuniyatga hech tushmay o'tdi deb hamma odam hayron bo'lib qoladi deydi. Yawma idin tuhaddisu akhbaraha. Shu kunda bunda yer parchalanib, biz yashayotgan yer parchalanib, partlab tavrigan chog'da shu kunda o'zining butun xabarlarini
so'zlab berdi. Emin deb berdi. Qiyomatda bizningki qilgan ishlarimizni xabar beradigan nurg'un narsalar bor. Birinchi bo'lib o'zimizning vijdoni o'zimizga deydi. Alloh sura Isroda va kafa bi rabbikal yawma alayka hasiba deydigan oyat bor. Shu oyatda inson bugungi kunda hisob olishga to'g'ri kelganda sendan hisob olishga o'zingga yetib oshsan deydi. Berib kafa bi rabbika va kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba. Uvatki bi nafsik o'zingga yetsa degan ma'noni bildirdi. Bu qanday? Masalan, biz aqlimiz bilan, irodamiz bilan bir narsa so'zlaymiz. Aldığımızda bir narsa çıkdı o, yer şehri bir narsa, benim üstümde ma'mani qildi deydi. Qilgan vaqtda aqlimizni qabul qilishga unamaydi. Uni qabul qilgandan keyin jahannamga chiqadigan chiqadi. Uni qilmagandan keyin bana ko'rsatib boqamiz. U unda olib qilib, bu bunda olib qilib, u unda olib qilib, bu bunda olib qilib degandan keyin va'da vijdonimiz deydi, kelib unda emasda. Men bosh va'da deb vijdon qayd qilgan va'daki video kasetlarni hammasini o'tirib chiqardi. Ya so'zlaydi o. İki yanımızda yazılgan kiramen katibin periştili var. Ulu deydi o. Mana men yazdım deb periştili verdim qiladi. Ana onun için Lavhul Mahfuz deydigan bir yer var. Yani bir ayeti hozirgi dunyoda ijro bo'layotgan tarafi Lavhul Mahfuzning Kitob-u Mubin deb ataladi dinimizda. İmam Mubin Lavhul Mahfuzning Allohning azaliy ilmidagi planlanishi. Kitob-u Mubin Lavhul Mahfuzning hozirgi zamondagi icra kılınıp menişinin eti Kitab-ı Mubin. Lavh-ül Mahfuz'un o Kitab-ı Mubin kısmı bütün alemini öz içine qayağı Lavh-ül Mahfuz degen. Yalnız bu dünya emas, hem yani maddi ve manevi cihetten qorshab turayotgan bir kamera Lavh-ül Mahfuz degen. O'qib, mana senin qilgan ishlarni sana dair videolama bu. Deb Lavh-ül Mahfuz'un ve u kilidi. Şunun bilan qaçadigan yataq qilmaydigan ish. Bi anna rabbaka awhalaha. Bu ya'ninki o'zining bütün xabarlarini insoniyatga deb berishning sababi shuning uchunki sening Parvardigoring u yerga vahiy qildi deydi. Allah biz turayotgan yer shariga vahiy qilgachqa endi seninki so'zlaydigan vaqting keldi. Endi seninki dunyodagi vazifani ijro qilding, endi oxiratga qaragan yuzing bu tarafdagi vazifani ijro qilish kuni bugun keldi endi so'zlaydi. Allah vahiy qiladi. Yer shari hammani so'zlaydi. Allah'ın vahiysi yalnız peygamberlerle kelmaydi. Allah insonlarning ishidan peygamberlerge vahiy qiladi. Ama başka narsalarga vahiy qildi Allah. Sura Nahlda Allah Qur'oni Karimda hasalarisiga vahiy qilganini deydi-ku. Va rabbuka ilan nahl. Hasalarisiga san Parvardigoring vahiy qildi deydi. O'tqa vahiy qiladi. Anandan keyin osmonlarni yaratgan vaqtida va awha fi kulli samain amraha. Har bir osmonga şu osmondagi qildigan ishni amr qildi, vahiy qildi deydi. Osmonlarni ko'k jismlarga o'zining nima vazifasi va nima mas'uliyati va shuni hamma Alloh vahiy qilib turdi. Shu vahiy qilgachqa shular o'zining vazifasini shunday ijro qiladi. Yer sharig'ini Allah shu kunda vahiy qiladi. Vahiy qilgachqa yer shari butun xabarlarini bizga deb berdi. Yevmaydin shu kunda ash kun kelgan chaqda yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. İnsanlarga ularning amallarini ko'z tutish uchun butun xaloyiq parcha vayron bo'lgan holda, guruh bo'lgan holda, sinib bo'lgan holda o'tirg'uga chiqildi. Ma dunyoda hamma inson o'xshash Allohning nazarida. Shuning uchun Alloh xitob qilgan vaqtda ya ayyuhan nas deb xitob qiladi. Allah insoniyatga xitob qilib bir narsani demoqchi bo'lsa ya ayyuhan nas, ya ayyuhal inson maqtab bilan qiladi. Chunki Allohning huzurida mu'min, musulmon, kafir, munofiq hammasi o'xshashma dunyoda. Mas'uliyat jihatda, vazifa o'tash jihatda. Shuning uchun
Bu dünyada bazı vaxtda kafir Müslümanını besip aladı, bazı vaxtda Müslümanını kafirini besip aladı. Bu dünyanın kanuniyetleri kim emel kılsa, şu kanuniyet boyunca muamele kıldılar. Çünkü imtihan yeri bolğandan keyin imtihanda hemme okuqçılar okşaş halda buluşı lazım. Şunun için ma dünyadaki ornumuz bir. Ölgendikilerimizdeki yeri farklı olur. Şunun için ahiretki bağa vaxtında hemme adam parça, sınıf. Kim qas sınıfga to'g'ri kelgan bo'lsa, shu sınıf bo'yicha, shu guruh bo'yicha olur. Sure Beni İsrail'de Allah yanışta adaydı. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Her insanın şu günüse, her halayıkın şu günüse, onların imamı bilen birlikte çakırımız değil. İmamı diye rehberi. Mesela münafıkların rehberi bilen kimdir bu? Kafirlerin rehberi bilen. Müslümanların rehberi bilen. Tekimi küçük grupluğa ayrıldı. Müslümanların içinde mi? Qas ibadetke, qas vazifege bekrek egirlik berganlar u guruh bilan. Yana bir vazifege bekrek amal qilganlar u vazifa u guruh bilan. Masalan, Ruzqallah guruhining ostida, namozlar joyida o'qiganlar, vaqtida o'qiganlar u guruhining ostida. Jihad qilganlar mujohidlar orasida, shahidlar shahid orasida. Hammasi o'z sinfi bo'yicha. Eshtaten shatta kelimasidan chiqadi, shatta degan parchalanib ketgan. Buradaki parçalanış sınıf boyunca parçalanıp gidiyor. Ya ki bu mesela her insanın hali perişan.